Ka'baning soyasida payg'ambar alayhisolatu vassalom yotsalar, bir sahobiy kelib, "Ya Rasululloh, nimadan shikoyat qilasiz?" dedilar. Shunda payg'ambar alayhisalom ochlikdan dedilar, qarang. Rasulullohning qonlari ochagan o'sha mahal. Shunda haligi sahobiy yig'lab, "Sizni qoningiz ossa-yu, men shundoq yurarmidim" deb orqalariga sekin qaytib bir xurmozorga borib, ana shu xurmozorning egasi bilan bir bitim qildiki, "Ke mana shu xurmoyini sug'orib beraman, har bir paqiriga bir donadan xurmo berasan." Necha paqirdir suv toshib xurmolarni sug'orib berdi, evaziga bir hovuch xurmolik bo'ldi. Haligi xurmoni olib kelib, haligi sahobiy, "Mana bu xurmolardan yeb oling, mana shu xurmolar bilan qoningizni to'ygizing" dedilar. Payg'ambar sollallohu alayhi xurmolardan olib yerkanlar, "Shu xurmolarni borib ishlab qiynalib men uchun olib keldingmi?" dedilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. "Ha, ey Allohning rasuli, nima uchun bu ishni qilding? Sizni yaxshi ko'rganligim sababli" dedilar. Payg'ambar alayhisalom xurmoni yerkanlar, "Ha, meni yaxshi ko'rasanmi?" "Nihoyatda yaxshi ko'raman ya Rasululloh." "Agar dedilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, meni yaxshi ko'radigan bo'lsang, qiyinchiliklarga, mashaqqatlarga, faqirlikka, musibatlarga tayyor turgin. Chunki meni yaxshi ko'radigan bandalarga Alloh ko'p sinovlarni beradi. Meni yaxshi ko'rgan bandalarga Alloh shunaqangi faqirona, haqirona, oddiy sodda hayotni beradi. Boshiga musibatlar tushadi. Moli bilan sinov beradi, joni bilan sinov beradi, mana shunaqangi qiyinchiliklarni beradi" dedilar azizlar. Shuning uchun bir inson masalan musibatlar to'xtamayapti bir insonning boshiga. Qaysi ishni boshlasa yurmayapti. Qorni och qolyapti kerak bo'lsa. Qishda yupun kiyimda qolib, bu faqat Allohning suyganligidan bo'lar ekan azizlar. O payg'ambar alayhisalomni yaxshi ko'rgan bandalarga kelar ekan bunaqangi azizlar musibatlar.